Hammaga assalomu alaykum. Biz hozir Mayskiy degan obyektimizga keldik. Bu yerda ikkita basseynimiz bor. Mana narujniy basseyn bor, внутренний basseyn bor. Narujniy basseyn hali suvoq qilmayapmiz, endi qilamiz. Xudo xolasa, внутренний suvoqga tushganmiz. Suvoqda ko'p savollar tug'iladi. Nimaga? Uydagi suvoq bilan basseynning suvoqi narxi qimmatroq deb. Basseyn narxi nimaga qimmat? Chunki bu yerda kliensda ishlaydi bolalar. Kliensda ishlagandan keyin kliensda shakl chiqarish qiyinroq bo'ladi. O'sha sababga ham basseynning suvoqi qimmatroq olinadi kvadrati. Keyin nimaga skimmerni qo'ymaysizlar? Noti beton qo'yishdan oldin deb savol tug'ildi bu marta. Chunki buni beton qo'yayotganda qo'yib qo'ysa, qiyshiq bo'lib qolsa, nolni o'zgarib qolsa, o'zgartirib bo'lmaydi keyin buni, qotib qoladi betonning ichida. Betondan keyin qo'ysa skimmerni, uje o'zgartirsa bo'ladi, nolini ham to'g'rilasa ham bo'ladi. O'shanga betondan keyin biz suvoq jarayonida qo'yamiz skimmerni. Bizdan kuzatib boringlar, xudo xolasa, qiziq narsalar aytib boramiz.